Respublikamiz aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida izchil islohotlar amalga oshirilyapti. Natijada vohamizda ham aholining ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi salkam 70% ga yetkazildi. Hozirgi kunda To'palang suv ombori manbai hisobidan Termiz shahri aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida yirik loyiha asosida amaliy ishlar olib borilyapti. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Sarosiyo tumanidan Termiz shahrigacha bo'lgan hudud aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar bugungi kunda yakuniy bosqichda turibdi. Yuqorida aytib o'tilgan hududlar oralig'ida 380 kilometrdan uzun suv quvurlari tortildi. Shu kecha kunduzgi Jarqo'rg'on suv saqlash inshootidan Termiz shahrigacha bo'lgan masofa diametri 426 bo'lgan turbamiz bilan Termiz shahrigacha tarmoq tortildi. Yil yakuni bilan Termiz shahriga ham Mangizor suv saqlash inshootiga, Shimoliy suv saqlash inshooti ham tarqatish inshootiga ulab berishga reja qilganmiz. Termiz shahri aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida ikkita inshoot quvvatidan foydalanish rejalashtirilgan. Birinchisi Manguzor suv saqlash va tarqatish inshooti bo'lsa, yana biri siz tasvirlar orqali ko'rib turgan mana shu biz turgan hududda joylashgan Shimoliy suv saqlash va tarqatish inshootidir. To'palang suv omboridan suv quvurlari orqali tortib kelinadigan toza ichimlik suvi mazkur inshootga ulanganidan so'ng Termiz shahri aholisi 24/7 rejimida toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Inshootimiz Shimoliy suv saqlash va tarqatish inshooti To'palang suv omboridan kelayotgan tarmog'imizning asosiy bir qismi kelib ulanadi va Termiz shahar aholisini ma'lum qismiga suv tarqatiladi. Bu yerda yillar mobaynida qarovsiz hududga aylanib turgan edi. Mana so'nggi yillarda ko'rib turganingizdek, obodonlashtirish ishlari, rekonstruksiya ishlari olib borildi. So'nggi 8 yilni oladigan bo'lsak, umuman viloyatda 300 dan oshiq suv inshootlari qurildi. 5000 kilometrga yaqin magistral va ichki tarmoqlar qurildi. Shularning evaziga qarang, 2017-yilga qadar viloyat aholisi 47 undan 1% ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lsa, bugungi kunga kelib 67% ga yetdi. Muhtaram prezidentimizni mana shu xalqimizni farovonligi yo'lida Surxondaryo ahlini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashdagi olib borayotgan tashabbuslari, sa'y harakatlari deb bilamiz.